Tuproqqal'a tumanidagi sport maktabi bugun nafaqat sog'lom turmush tarzini targ'ib qilayotgan, balki mamlakatimiz sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilayotgan, yoshlarni tarbiyalayotgan maskanga aylangan. Ayni paytda bu yerda 700 nafardan ortiq o'g'il qiz sportning 17 turi bo'yicha muntazam shug'ullanmoqda. Biz ayni paytda viloyatning eng olis hududlaridan biri Tuproqqal'a tumanidamiz. Bu yerda yoshlar nafaqat intellektual salohiyatlar namoyon etishmoqda, balki shu bilan birgalikda sportda ham natijalar qayd etishyapti. Ana shunday jahon chempionlari bo'lib yetishib chiqayotgan faol yoshlar e'tiborimiz markazida. Bu yerda tarbiyalanayotgan sportchilarning yutuqlari esa har qanday maqtovga munosib. Ular orasida O'zbekiston chempioni Shahzoda Yarashovaning nomi ham alohida tilga olinadi. Uning g'alabalari tengdoshlari uchun katta motivatsiya bo'lib xizmat qilmoqda. 5 yildan beri armiya wrestling sport turi bilan shug'ullanib kelyapman. Ko'p karra O'zbekiston chempioniman, bir karra Osiyo chempioniman, Jahon kubogi sovrindoriman. Men shu armiya wrestlingga qiziqishim tufayli shu sohaga kirib kelganman. Sport maktabining yana bir faxri 4 karra O'zbekiston chempioni, 2 karra Osiyo chempioni va sovrindori, Jahon kubogi sovrindori Karimboy Nurmamatovdir. Uning xalqaro maydonlardagi qo'lga kiritayotgan natijalari Tuproqqal'a sportining yuksak salohiyatini namoyon etmoqda. Sport turi bo'yicha 5 yil davomida shug'ullanaman. Shu 5 yil davomida ichida ko'plab yutuqlarga erishdim. Osiyo chempioni, Jahon kubok sovrindorlari bo'ldim. Sportda bo'lgan sharoitlar juda zo'r. Sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Kelajakdagi maqsadlarim Jahon chempionatida chiqib, birinchi o'rinni olib, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish. Ayniqsa arm wrestling yo'nalishidagi natijalar e'tiborga loyiq. Ushbu sport turi bilan qariyb 100 nafar yosh shug'ullanmoqda. Ularning 20 nafarga yaqini sport ustasi unvonini qo'lga kiritgan. Eng muhimi, bu yutuqlar ularga oliy ta'lim muassasalariga imtiyoz asosida o'qish imkonini bermoqda. Shuningdek, 2 nafar sportchi xalqaro toifadagi sport ustasi maqomiga ham ega bo'lgan. Bugun bu maskanda tarbiyalanayotgan yoshlar nafaqat medallar uchun, balki o'z orzulari, yurt sharafi va kelajagi uchun kurashmoqda. Tuproqqal'a sport maktabida tarbiyalanayotgan bu chempionlar ertangi kunning xalqaro arenalardagi O'zbekiston bayrog'ini baland ko'taradigan sportchilar ekaniga shubha yo'q. Bugungi mashg'ulotlar esa ana shu buyuk g'alabalar sari qo'yilayotgan mustahkam qadamlardir.